Основном shirinliklar ko'proq berilardi yoshlik mahalimda. Shu bolalikda обязательно xo'rozqand bo'lardi. Bolaligimda ama buvimlar sovg'a qilgan ayiqcha. Bizga biron narsa olib kelgan. Uyga kelganda o'yinchoq, sovg'a, boshqa narsalar. Bolaligingizda olgan hayitlik sovg'angiz eng esda qolarli sovg'a nima edi? Bolaligimizdan nesi olmasa Nimalar olgansiz hayitlikda? har xil kiyimlar, adejdalar olardi. Ota-onamizdan. Shirinliklar. Shirinliklar, hayit bayramlariga sayohatlarga olib chiqardilar shu. Qayerlarga borgansiz? O'zimizda shaharda ziyoratgohlarga. Yoshligimda adamdan olardim, onamdan olardim, katta opamdan olardim. Nimalar olardingiz? Endi bizga kiyim-kechak qilishardi-da. Ro'molmi, ko'ynakmi, oyoq kiyimmi shunaqa qilishardi. Основном shirinliklar ko'proq berilardi yoshlik mahalimda. Shirinliklar ko'proq Hayitlikni berilardi. mana shular bilan Shular bilan bo'ladi. eslaysiz. Hayitlik sovg'am kitob bo'lgan. Kitob kim bergan? Otamlar bergan. Yana qanaqa sovg'alar berishadi hayitlikda? Kitob, gul, har xil sovg'alar. Eng esda qolarlisi? Shu kitob bo'lgan. O'zim eng yoqtirgan kitobimni berishgan. Qaysi kitob edi? Ana 5 talik kitob Fatima, Oyisha shu kitobda berishgan. Qolarli hayitli sovg'am kitob bo'lgan. Kitob bo'lgan. Men she'riyatga qiziqaman, kitoblarni yaxshi o'qishni yaxshi ko'raman. Eng asosiy nima kitob bo'lgan menga sovg'a. Hayitni mana shu kitoblar orqali eslaysiz. Kitoblar orqali shirinliklar olib kelishardi. Sovg'alar, bolalar yaxshi ko'radigan qo'g'irchoq, har xil sovg'alar berishgan. Endi menga eng yoqqani shunday kitob bo'lganda baribir. Eng esda qolarli hayitlik sovg'angiz nima bo'lgan? Mehr bo'lgan. Mehr. Assalomu alaykum. Hayitlikda qanaqa sovg'alar olgansiz bolalikda? Eng esda qolarlisi. Men gapirolmayman, iltimos. Voy. Bu turmush o'rtog'im damonidan Qur'on kitob sovg'a qilganlar. Bolaligingizda-chi? Bolaligimni eslolmayman. Unchalik eslolmaysiz. Xurmo olganman mana shu singlimdan. Xurmo padarishni qilib jo'natgan. Bolaligingizda-chi? Nimalar bilan eslaysiz? Bolaligimda ko'pincha qarindoshlarim pul berishardi hayitlikda. O'zimiz ham o'z jiyanlarimizga shunaqa shirinlik olasan deb pul beramiz. Shu bolalikda обязательно xo'rozqand bo'lardi. Shutday berishardi. Va albatta pul berishardi. Shundan xursand bo'lardik. Xo'rozqanddan ham, ana xushtaydan ham ko'proq pul berishsa xursand bo'lardik. Shu og'iz ochishga sovg'a berishganlar. Bolaligingizda-chi? Bolaligimda ama buvimlar sovg'a qilgan ayiqcha. Opamdan payg'ambarlar tarixi kitobini oldim. To'plamini sovg'a qildilar. Bolaligingizda-chi? Nimalar bilan eslaysiz hayitni? Shu kichik sovg'alar, uydagilar, Shirinliklar, albatta shu. xo'rozqand olib berishgan. Yoshligimizda dadamlar shu xo'rozqandlar olib berardi, pul berishardi hayitlikka deb. Nima desam ekan? iPhone deb qo'yqoli. iPhone oldingiz. Mana shu yildami yo O'tgan yilda. Ota-onamni menga bergan hayot menga eng muhimi. Xo'rozqand olganmisizlar? Ha? Mana shunday ko'p olganmiz. Ko'p olamiz. Esingizda qoladi hayitlikni mana shu. Har yili xo'rozqand olaman. Hali sovg'a olmadik to'g'risi. Masalan, bolaligingizda hozirgi paytgacha. Igrushkalar yumshoq. Hozirgacha eng yaxshisi. Hayitda shu hammani qizlarni ko'proq xursand qiladigan gullar bilan. Eng katta esda qolarli sovg'a bu 50 mingtalik endi chiqqan payti bor-ku. Dadam 50 mingtalik berganlar o'sha esda qolgan. Keyin kitob olganman. Nomi nima edi? O'qimaganman ish qilib. Olgansiz lekin. Olganman. Kel, oy, ket tur oldingiz. Turing. Hayitlik pul olganmiz.